bu velosipedni $10,000 ga olib qanaman degan savol tuyulib qoladi. Keyin aytib qoldi do'konchi. $10,000 ga velosiped ko'rganmisizlar? Privatlik ko'rsatib yuboradi. Mana shu velosipedimiz $10,000 ekan. 130 million. $10,000 dan ham qimmatroq. Ya'ni buni afzallik tomonini aytib o'taman. Nimaga $10,000? Ya'ni bunday alyumindan bo'lgan Shveysariyani ketishdi, adashmasam, Bosch qanaqa kompaniya bilan birga qilingan. Ham elektr ekan, ham mexanizm ekan. Mana shunaqa 23 ta skorsi bor ekan. Qizg'imi? Buni kim olib minar ekan? Bormi olib minadiganlar? Mana shu do'konimizda Yangiqo'rg'onda. Kommentariyning yo'nalishi shuna yurganda eski yangi dom tushyapti. Dream House degan. Shu oldi zanjir do'kon. Bunisi sovg'a qilib berilar ekan. Hayda, bu ham interesli narsa ekan, chiroyli. Lekin zanjir tushib ketib qolar ekan. Xo'p, zaryadkasi 150 km yurar ekan. Eng qizig'i, undan keyin tezligi 30-40 km ekan soatiga. Menga mana shu yoqdi, lekin faqat pulim yetmaydi, ola olmayman. Lekin oladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar ekan. Kesalang to'lasa narxini sizga kelishtiradigan joyi bor ekan. Velosipedimizni $1000 ekan. Bunisi ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunga ham kelaverasizlar. Lekin haqiqiy shvedskiy dedi. Velosiped lekin o'ta yengil. Bu ham polni alyumindan bo'lgan, kilometrlargacha bunaqa bosqichlari ham bor ekan, nima ekan bilmayman. Lekin bu ham qiziq. Skromniy. Ortiqcha narsa yo'q. Kelaverasizlar avtobusda do'konga. Ya'ni bunlari joyida kassasi Dream House, ya'ni Yangiqo'rg'onda oldida tushadigan yangi dom bor, bozorchaning burchagida ishlaydi. Kelib bir ko'radigan narsa bor ekan, lekin polni do'konda hamma narsa bor ekan. Skuterlar, deysizlarmi?